Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 2-maydagi 29-sonli majlis bayoni 1-ilovasiga muvofiq 15-may Xalqaro oila kunini nishonlash, 10-maydan 10-iyungacha farovon oila sari shiori ostida oyligini o'tkazish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilandi. Shu nevaralarni deb jonim do'stim adoga ketgan barcha pullarim yuz ko'zdan sadoga. Kelin dedi bu qizga nima ism qo'yamiz? Men dedim bu qizchaga yurtimizda hammaga yutsin. Shunday bir vaqt kelsinki, balkim kelar ham bizdan keyin bo'lsinki, insonlar bir-birini g'iybat qilishga, bir-birini otishga, qilishga vaqtlari bo'lmasin. Kundalik ehtiyoji, voy mana shu kitobni olib o'qisam ekan, voy mana shuni men farzandlarimga olib bersam ekan deydigan darajaga borsin. Shu darajada bo'lsinki, insonning ma'naviyati kitobga bo'lgan narxlarni ko'paytirishimiz kerak. Shunday kutubxonalarda kitoblar soni ko'paysin, xonalarimiz yana ham ko'paysin, bundan ham xursand bo'lamiz. Kitobxonalarimiz ko'paysin, sizlarga rahmat. Kitobdan yaxshi do'stlik, yaxshi sirdosh yo'q, yaxshi dardkasham yo'q. Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, inson hayotida eng muhim o'rinni egallaydi. Mustahkam va farovon oila bu mehr-oqibat, o'zaro hurmat, sabr-toqat va tushunish ustiga qurilgan hayot maktabidir. Bunday oilada farzandlar sog'lom muhitda voyaga yetadi. Ularga ezgulik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlar shakllanadi. Farovonlik faqat moddiy jihatdan emas, balki ma'naviy boylik, tinchlik va totuvlikda ham namoyon bo'ladi. Har bir oila a'zosi o'z burchini mas'uliyat bilan bajarganida oila hayoti yanada barqaror bo'ladi. Shuning uchun mustahkam va farovon oila qurish har bir insonning muqaddas vazifasidir. Siz kabi kitobsevar, ma'rifatli va mehrli oilalar jamiyatimizning ma'naviy tayanchi hisoblanadi. Farzandlaringizga bo'lgan e'tiboringiz, ularga kitobga muhabbatni singdirayotganingiz tahsinga loyiq. Sizni chin dildan tabriklaymiz va bu ezgu yo'ldagi bardavom sa'y harakatlaringiz uchun samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz.